Suv yer yuzidagi hayotning asosidir. U nafaqat chanqoqni qondiradi, balki barcha tirik organizmlar hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan muhim moddalarni o'zida saqlaydi. Tabiiy suv tarkibida avvalo turli gazlar mavjud. Bularga kislorod, azot va karbonat angidrid kiradi. Ayniqsa suvda erigan kislorod baliqlar hamda boshqa suv organizmlarining yashashi uchun muhim ahamiyatga ega. Suv tarkibida shuningdek inson organizmi uchun foydali bo'lgan minerallar ham uchraydi. Jumladan kalsiy suyak va tishlarni mustahkamlaydi. Magniy mushaklar hamda asab tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Kaliy esa yurak faoliyati va organizmdagi suyuqlik muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, suv tarkibida juda oz miqdorda bo'lsa-da, muhim mikroelementlar mavjud. Masalan, ftor tish emalini mustahkamlashda yordam beradi. Yod qalqonsimon bez faoliyati uchun zarur bo'lsa, temir qonda kislorod tashilishida ishtirok etadi. Suv tabiatda 3 xil agregat holatda uchraydi. Eng ko'p uchraydigani suyuq holat bo'lib, okeanlar, dengizlar, daryolar, ko'llar, yer osti suvlari shular jumlasidandir. Harorat pasayganda esa suv muzga aylanib, qattiq holatni hosil qiladi. Bunga muzliklar, tog'lardagi qorlar misol bo'la oladi. Harorat oshganda esa bug'lanib, gazsimon holatga o'tadi va atmosfera tarkibiga qo'shiladi. Demak, suv shunchaki oddiy suyuqlik emas. U tabiatning betakror ne'mati, hayotning asosi va butun ekotizimni bir-biriga bog'lab turuvchi bebaho boylikdir. Inson, tabiat va kelajak taqdiri suv bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun har bir tomchi suvni asrash va undan oqilona foydalanish nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatimiz hamdir.